Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga navbatdagi avtobusimiz mana ketmoqda. Kimda Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga ketmoqchi bo'lsa, shunday komfortabilniy avtobuslar sizlarning xizmatingizda. Avtobuslarimiz holatiga keladigan bo'lsak, 51, 60, 65 yo'lovchiga mujassamlangan bo'lib, va ushbu avtobusimiz 51 yo'lovchini o'z ichiga sig'diradi. Avtobus issiq, to'g'rimi aka? Avtobus issiq ekanmi? Tashqarida uje sovuq, to'g'rimi? Как положено. Yoqdimi? Yoritgichlar bor. Davlat tomonidan qo'yilgan resmiy avtobus ekanmi? Tavsiya qilsa bo'laveradimi sheringlarga? Bemalol. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Ukamiz ham bir ikki og'iz gapi bor ekan, uka nima deysiz? Vatandoshlarimizga dokument yo'q aka-ukalarimizga yo'lda расходы bo'ladi. Чтобы без депорт, без запрет ketishligi uchun dokument yo'q vatandoshlarimizga bu kompaniya yo'q, men yo'q bu bola javob bermaydi. Dokument yo'q vatandoshlarimiz voditelga to'lov qiladi. Bez deport, bez zapret ketadi aka-ukalar. Qo'ldan kelgancha yo'lda qoldirmasdan olib ketishga harakat qilamiz. Shuni to'g'ri tushuninglar. Bizning maqsadimiz eng yaxshi maqsad sizlarga eng yaxshi taklif iloji boricha dokumentlarni yuringlar. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa rasod qilmaysiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Tanlovda adashmanglar. Yo'qmi avtobuslar? Nima deysizlar? Shapqa ham, ha? Mudofaa shu bilan keladi. Tanlovda adashib qolmanglar, sog' bo'ling.